Buxorolik akalarimiz uchun bir so'm boshlang'ich to'lovi yo'q, banklarni aralashtirmasdan halol nasihat savdoga bir emas, ikkita Malibuni birdanasiga qo'yib berdik. Malibumiz 2020-yil 1.5 turbo bo'ladi. 4 ta yaxshi Nexon balolar qo'yilgan, 90 talik propan gazlari ham qimmatidan ustanovka qilingan. Hech qanaqa ish yo'q, olasiz, minasiz. Bemalol oldindan boricha berasizda olib ketaverasiz. O'zingizni eski mashinangizni berib, barter xizmati ham ishlab turibdi. Malibu XLimiz 2023 oxiri 100% shumka bo'lgan. Xullas Malibuga nima qilinish kerak bo'lsa, hammasi qilib qo'yilgan. Bu mashinamizda ham bir so'm boshlang'ich to'lovi yo'q, banklarni aralashtirmasdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi $29,900. Bu mashinamizga ham gazlari ustanovka qilingan, 4 ta lassa balonlari qo'yilgan, tayyorlovkalarga yangi ruxsatnomalar olingan. Bunaqa shanslar faqat NBNda bo'ladi. Buxorolik akalarimiz uchun ikkala mashinamizga ham $500 skidka qilib qo'ydik. Bemalol videoni Buxorolik akalarga jo'natib qo'yasizlar.